O'g'lim uylaganimga 1,5 yil bo'ldi. Olib bormagan joylarim qolmadi. Andijon olib bordim, Farg'ona olib bordim, Bishkek olib bordim. Natija ko'rmadim, rosa dori ichdi. Dorilarni ichdi, bo'lmadi. Oxiri shu TikTokdan shu Shahboz ukamizni eshitib qolib, Shahboz Yunusovni shu yerga kelishga qaror qildik. Kelib, mana Xudo xolasa bugun rosa yaxshi natija eshitdim. Xudo xolasa meni bolam ham ota bo'lar ekan. Operatsiyadan oldin to'g'risi rosa o'ylandim, rosa tushkunlikka tushdim. Xayolimga har narsalar keldi. Allohdan shunaqa so'radim. O'zim bilaman, Alloh biladi. Xudo shu bolamga ham farzandlarni bersin ko'pgina. O'zidan ko'paysin. Shu Shahboz ukamizga ham katta rahmat. Tanjon sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Ishlariga omad tilayman. Doimo shunaqa har bir insonlarning orzularini amalga oshirib yuraversin. Alloh bersin bu bolaga. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ishonchli joylar ekan, bu yerlar mana ko'zim bilan ko'rdim, hamma yo'q. Rahmat, hammasiga rahmat.